Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Tövəndəki xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda basın. Telegraf toruning 5-yillik xəbəri görə 6 ayının 30 günü Amerika Dövlət İşləri Məhkəməsi özünün rəsmi tor bekitida Amerika fuqarolarına Xitoy cho'ng qo'riqligiga, Hong Kong alohida ma'muriy rayoniga va Oman alohida ma'muriy rayoniga sayohat qilishda yaxshi o'ylanishni tavsiya qilgan. Hamda buning sababining bu joylarda yerlik qonunlarning qalayimqon ijro qilinadiganligi ekanligini ko'rsatgan. Egilishcha hozir 200 nafar Amerika fuqarosi komandar sifatida yoki noaniq sabablar bilan Xitoyda tutib turilmoqda ekan. Tadqiqotchilar Xitoyning bu qilmishini tutqun diplomatiyasi deb atashgan bo'lib, George Washington qonun institutining professori Donald Crack bu haqda munolarni bildirgan. Xitoy kishilarning go'rga kelishini qabul qilishga bo'lgan diplomatik usul deb qaraydi. 2 nafar dаңlıq Kanada fuqarosining Xitoyda sotlanmasdan 3 yil tutib turilganligi hammaga ma'lum bo'lib, bu Kanadaning Huawei şirketining bosh moliya amaldori Ming Wenjuni qo'lga olganlikqa qaytarilgan inkasdir. Tadqiqotchilarning bildirishicha, Xi Jinping taxtga chiqqandan buyon Xitoyning tashqi siyosat tutumi bargan sari o'ktamlashgan bo'lib, chet el fuqarolarining har xil sabablar tufayli Xitoyda tutqun qilinish xavfi ham shuningga mos holda oshgan. Different to'rining 6-yillik xabari ko'ra 5-yil Urumchi qatlamini xotirlash hamda ziyonkashlik uchirg'uvchilar va ularning oila tavobatlari bilan hamnafas ekanligini namoyon qilish uchun shu kuni Bengalning o'xshamagan joylarida namoyish va majlislar o'tkazilgan bo'lib, namoyishchilar Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini davomli parakanda qilayotganligini va qiyin qistoqqa olganligini ayblagan. Urumchi qirg'inchiligining 14 yillik xotir kunida Bengalning Narayanjan shahrida Sanchitan Nagarik Samaj tashkiloti avval namoyish o'tkazib, ondan inson zanjiri hosil qilib Xitoyning qilmishlariga e'tiroz bildirgan. Namoyish jarayonida 350-400 nafar namoyishchi bengalcha va inglizcha yozilgan lozungi plakatlarni ko'tarib, Uyg'ur musulmonlarining qiyinchiligini gavdalantirgan. Ular yana Xitoyning millionlagan Uyg'ur musulmonlarini turmaga tashlaganligiga e'tiroz bildirgan va Bengal xalqini Xitoyning insoniyligiga zid qilmishlarini ayblashga chaqirgan. Buningdan sirt Bengal Islom harakati Dhaka axborot klubida namoyish va majlis tashkillagan. Faaliyetga Bengal İslam Hareketining amiri Abu Zafar Qasimi va rais Xayrul Ahsin boshchiligidagi 300 kishi qatnashgan. Faaliyetda nutq so'zlaguchilar Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tafsirchiligini ayblagan va Xitoyning begunoh Uyg'ur musulmonlariga qarata bosqinchilik qilish, o'ltirish va tutqun qilish qatorliq insoniylikqa zid qilmishlarini davomlashtirayotganligini ta'kidlagan. Bengal İslam fronti shu kuni Urumchi qirg'inchiligi haqida suhbat yig'ini o'tkazib, Xitoyga va uning Uyg'ur musulmonlarini bostirishiga norozilik bildirgan bo'lib, bu yig'inga taxminan 400 nafar musulmon qatnashgan. Real Clear Politics Store'ning 7-yillik xabar ko'ra, Cumhuriyetçiler Partiyasining Kaliforniya shtatilik Avom palata a'zosi Michelle Still bilan Cumhuriyetçiler Partiyasining yana bir nafar Avom palata a'zosi Neil Tan bu hafta davlat sekretari Antony Blinkenga xat yozib, uningdan darhol tadbir qo'llanib Xitoydagi yillik tijorat summasi $1 milliard ga yetadigan majburiy organ elibili so'lisiga ishtirok qilgan har qanday kishining Amerikaga qonunliq kirishini cheklashini, allaburun Amerikaga kirib bo'lganlarning vizasini bekor qilishni talab qilgan. Michelle Still bu vaqtda mundaq degan: "O'z vaqtida ota-onam Shimoliy Koreyadagi Kompartiyaning hukmronligidan qochgan. Shunga men diqqatimni bu masalalarga markazlashtiryapman. Kishilarning organlarini elib olgan yoki allaqanday shakllarda mushu ishga qo'l tiqqan doktorlarning Amerikaga kelishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Biz bundaq doktorlarni tarbiyalashni xohlamaymiz. Ular xitida yana o'zlarining Xitoy Kompartiyasining xato holda tutqun qilingan Falun Gongchilar, Uyg'urlar, Tibetlar, musulmonlar va xristianlarni o'z ichiga olgan kishilarning organlarini majburiy elib olganligiga cho'nqur ko'ngil bildirganligini bildirib mundaq degan. Xitoydagi bir qism doktorlarning eng ojiz kishilarning organlarini elib olayotganligi to'g'risida paketlar mavjud. Buni qishni qildiganlarga Amerikada yer yo'q. Kishilik huquq mutaxassislarining mo'ljallashicha, Xitoyda har yili 60 mingdan 100 minggacha majburiy organ ko'chirish operatsiyasi qilinadigan bo'lib, ma'lum bir doktorxonada bir yilda bunday operatsiyadan 8 ming qilinganligi ma'lum. Hodison instituti diniy erkinlik markazining mudiri Ninashi Amerika organ ko'chirish sohasidagilarning davlat ichida davolash axloqiga rioya qilganligiga qaramasdan, majburiy organ ko'chirgan Xitoy doktorlarini va Xitoydagi bu sohani ochiq oshkora qo'llaganligini tanqid qilgan. Anonymous Store'ning 9-yillik xabariga ko'ra, Xitoy Afg'oniston konchilik pishiqlab ishlash va savdo shirkati kelgusi bir necha oy ichida elektr energiyasi, sement zavodi qurilishi va sog'liqni saqlash qatorliq bir qancha sohada Afg'onistonga $350 million mablag' solganligini bildirgan. Fan Xitoy Afg'oniston konchilik pishiqlab ishlash va savdo shirkati vakillari Afg'onistonning siyosiy ishlarga mas'ul muavin bosh ministri
Mevlevi Abdülkebir bilan ko'rishganda o'zlarining mablag' selish muddasi haqida to'xtalgan. Mevlevi Abdülkebir fan Xitoy Afg'oniston konchilik pishiqlab ishlash va savdo shirkatining mablag' selish taklifiga qarata davlat ichi va sirtidagi mablag' sag'uvchilarni Afg'onistonning zo'r iqtisodiy yoshirin kuchini tunib yetishga va fursatni g'animat bilishga undagan. Afg'oniston kon va neft ministerligi bu vaqtda mundoq degan. Xitoydan boshqa yana bir qancha davlat va mablag' sag'uvchilar Liti koni qiziqadiganligini bildirdi. Xitoy hatto 10 milliard dollar mablag' selishga tayyor ekanligini aytdi. BBC to'rining 9-yillik xabariga ko'ra, Amerika Moliya ministri Janet Yellen 4 kunlik Xitoy ziyaratining oxirida bu jarayondagi suhbatlarni bevosita, mohiyatlik va unumli deb sifatlab, ikki tarafning bu jarayonda bir-birini texnik tushunganligini bildirgan. Gerçi u Amerika bilan Xitoy o'rtasida yanada zo'r ixtiloflar borligini e'tirof qilgan va hech qanday ziyorat bir kechada biz duch kelgan xiristlarni hal qilolmaydi. Ammo bu ziyorat Xitoyning yangi iqtisodiy rahbarlik guruhi bilan elastik va unumli aloqa liniyasi o'rnatishga qo'yildi degan bo'lsa-mu, bu masalani bir taraf qilish uchun texnik yaxshi aloqa o'rnatishning zarurligini ta'kidlab, Amerika prezidenti Jo Baydenning Amerika-Xitoy munosabatiga cho'ng davlatlar orasidagi to'qinish ramkasidan qaramaydiganligini bildirib, biz dunyoning har ikki davlatning teng gullanishiga yetkudek darajada cho'ng ekanligiga ishonamiz degan. Amerika bilan Xitoy orasidagi siyosiy munosabat jiddiylashganda qismi, ammo bu ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi 2022-yilda davomli oshgan bo'lib, o ikki davlat orasidagi savdo hajmining uda 3-yili oshgan. Rasmiy sonliq ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy bultur Amerikaga 536 milliard dollardan ortiq mal eksport qilgan bo'lib, Amerika Xitoyga 154 milliard dollarlik mal eksport qilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.